Passiv yaxshidan aktiv yaxshiga. Abdori Mustafa İslam o'g'li. Birinchi bab, 4-qism. Passiv yaxshi bilan aktiv yaxshi orasidagi farqlar. Passiv yaxshi bilan aktiv yaxshi teng bo'lmaydi. Qandaqmi teng bo'lsin? Yugurganlar bilan mang'allar teng bo'lmagan yerda, o'ltirganlar bilan yugurganlar qandaqmi o'xshash bo'lsin? Passiv yaxshi o'zi uchun yaxshilar bo'lib, aktiv yaxshilar boshqalarga yaxshi bo'lgan kishilar. Passiv yaxshi hasanat sahibi, aktiv yaxshi salihat sahibi kishilardan iborat. Әмді passiv yaxshi bilan aktiv yaxshini bir-biridan ayırıp turadigan asosliq farqlarga qarab baqayli. Passiv yaxshi passiv iman, aktiv kishi aktiv imonga ega bo'lgan bo'ladi. Passiv iman hisoblanamdi degan savolga yo'q, iman hisoblanmaydi deyish haddimiz emas. Rabbimiz buzilgan bo'lsa-mu imanni inkor qilishni yaxshi ko'rmaydi. Shundaqdimi o'zi solih amal qildiradigan iman bilan solih amal qilishga haydakchilik qilmaydigan imanni o'xshash qatorda ko'rmaydi. Imanmo aktiv va passiv iman deb ikkiga ayrildi. Bir iman tasavvur qiling, sahibining ko'ngliga shodlik, ko'ziga nur baxsh etmaydi. Aqlini va irodasini kuchlantirmaydi. Tiliga haqiqat, qo'liga kuch-quvvat bo'lmaydi. Putiga darmon, vijdoniga farmon bo'lmaydi. Mana shundaq bir iman aktiv emas, passiv iman bo'ladi. Iman aktiv bo'lsa, yurak sulton bo'ladi. Passiv bo'lsa, yurak uningga zindan bo'ladi. İman aktiv bo'lsa, yurakini yutaydi. Passiv bo'lsa, iman yurakiga yuk bo'ladi. İmani aktiv bo'lganning o'zi passiv bo'la olmaydi. Chunki imoni uni to'xtata olmaydi. Xuddi iman Rasulullohni to'xtata olmagandek. Allah uningga tur dedi. O'rnidan shundaq bir turdiki, uningdan keyin hech o'ltirib qolmadi. Barliqini Allah davosiga atidi, faqat o'zila turmadi, yotgan yaxshilarni o'rnidan turg'izdi. Faqat o'z hayoti bilan cheklanib qolmadi, miros qoldirgan o'rnak hayot orqali vafotidan keyinmi millionlagan kishilarni o'rnidan turg'izishni davomlashtirdi. Passiv yaxshi 2 kuni o'xshash bo'lganlar bo'lib, aktiv yaxshilarning 2 kuni o'xshash bo'lmaydi. 2 kuni o'xshash bo'lganlar passiv yaxshilar. 2 kun odatdagidek bir ibodatlanish bo'lib, passiv yaxshining 2 iyi, 2 yilimi o'xshash bo'lsa, buning hayron qolg'uchiligi yo'q. Aktiv yaxshining 2 kuni o'xshash bo'lmaydi, ham bo'la olmaydi. Chunki u aktiv yaxshi, yaxshilik yaratmay tura olmaydi. Yaxshilikdan boshqa narsaga vaqt ayirmaydi. Bu sababdan aktiv yaxshilar g'ayvat, hasad va to'kmatga yaqin yo'lamaydi. Safarga atlang'uchining dardi safar bo'ladi. Shundaq emasmi? U yo'lni yetish uchun ishlatmaydi, mengish uchun ishiltadi. Ba'zi yo'l ustida nutq so'zlayotganda u yo'liga ravon bo'ladi. Ba'zilar yo'lda yotganda aktiv yaxshiga karvit qattiq tuyuladi, yotqizmaydi. Safarga atlang'uchining dardi safar bo'ladi. Undaqda yo'lga chiqalmaganlarning dardi nima? Yo'lga ravon bo'lganlar. Ishт yurar, karvon yurar degan maqol bu haqiqatning eng fasohatli ifodasi. Aktiv yaxshi hasad qilg'uchisini, dushmanini, raqibini ne'matga aylantiradi. Qandaq qilib damsiz? Masalan, basqan musofasini yo'lga yotqanga qarab o'lchaydi.
həsədçilərinin və rəqiblərinin hücumlarını, səpirini atlanğan ətrafidəki içi boş kişilərni şallab çıxırıb etken yoşurun bir ilahi mükafat deb qaraydı. Pasıb yaxşı həsəd qılıdı. Çünki özü yatqan bo'lib, yatmay to'xtamasdan yaxshilik yaratayotganlar uning og'ziga putlashidi. Aktiv yaxshilar hasad qiling'uchilardir. Chunki u aktiv bo'lib, tirishchanlik ichida. U o'zi safarda bo'lib, safar ustidagi yo'lovchi. Yo'lovchining puti yorilinadi, qapirdi, belikka qayriladi, tizi og'riydi. Yo'lovchining bu ahvoli pasib yaxshining g'ayvat tasmisi bo'ladi. Pasib yaxshining bu holati uning vijdoniga bergan tasallisi ustikidan boshqa narsa emas. U pasib holda turishiga qarshi chiqqan vijdonining cho'qqanlarini faqat bu shaklda bostirmoqchi bo'ladi. Aktiv yaxshilar yaxshi ish qilish jarayonida sodir qilib solgan xatoliklar pasib yaxshilar tarafidan o'zlariga tasalli va o'zlari uchun tepilg'usiz g'animatga aylanadi. Pasib yaxshi o'zi bilan cheklanadi, aktiv yaxshi o'rnak bo'ladi. Shaxs pasib bo'ladi. Shaxsiyat, ya'ni xarakter aktiv bo'ladi. Chunki shaxsning da'vosi men, shaxsiyatning da'vosi biz bo'ladi. Shaxs o'zini o'ylag'ichi bo'lib, shaxsiyat o'zidan burun boshqalarni o'ylaganlardir. Shaxsga ko'ra o'z kemisini qutqizib olg'ichi kapitan bo'ladi. Shaxsiyatga ko'ra filoni qutqizib olg'ichi kapitan bo'ladi. Shaxs men tuyg'usi bilan harakat qiladi. Shaxsiyat men idroki bilan harakat qiladi. Men tuyg'usi egisini shaxsiyatchi qiladi. Shaxsning bandichiligi va ibodatiga shaxsiyatchilik singib ketadi. Manfaat uchun bandichilik qildi. Jannat uchun ibodat qiladi. Hazreti Alining ifodasi bilan uning Allohga banda bo'lishi savdogarning bandichiligiga o'xshab qoladi. Men idroki egisiga oid bo'lgan bir butun gavdini nazarda tutishga tashviq qiladi. U bir butun gavda ichidagi o'rnini bilishni, tepishni va rozi bo'lishni tavsiya qiladi. Dengizga bir tamchi bo'lib qo'shilsinki, men dengiz deyishga haqqi bo'lsin. Pasib yaxshining aqli, irodasi va vijdoni pasib bo'ladi. Aql, iroda va vijdon pasib bo'lsa, yo'q o'rnida bo'ladi. Aqli yo'qni sarang deb ataymiz. Aqli bor turib ishlatmaganni aqlsiz deb ataymiz. Irodasiz deb atalganlar irodasi yo'qlar emas, balki ular irodasidan foydalanmaganlardir. Vijdonsizlar deb atalganlarmi vijdon ne'matini ishlatmagan kishilardan iborat. Pasib aql qarg'i kelmaydigan aql bo'lib, qarg'i kelmaydigan foydasiz narsa botil bo'ladi. Aqlni ilm, irfon, hikmat, aqliyat, vahiy bilan qurollantirish kerak. Pasib iroda yo'q hisoblanadi. Irodani nima qilmoqchi bo'lganligini biladigan bir iroda bilan qurollantirish kerak. Qat'iy qaror va chidam bilan qurollantirish lozim. Pasib vijdon yo'q hisoblanadi. Vijdonni mehr, muhabbat, shafqat, marhamat, fitrat, axloq bilan jabtish lozim. Ey talib, vijdoningga qara. U yerda Qur'on bor. Qur'onga qara, u yerda vijdon bor. Pasib yaxshi ko'rinishni tanlagan. Aktiv yaxshi tili va harakati birdak bo'lishni tanlagan yaxshidir. Ko'rinish va yaxshi bo'lishda aktiv yaxshi. Yaxshi bo'lishni tanlaydi. Ko'rinishni tanlaganlarning ishi oson bo'ladi. Shaklni ko'rsatib qo'ydi va ish tugaydi.
ish qilishni tanlag'uvchilarning ishi tas. Qayerda oson ish bo'lsa, uningga passivlar xaridor bo'ladi. Qiyin ishlar aktivlar qiladi. İnsan üçün bir yeter noktası yok. Yetidu bular degan tugishidi. Şuna aktiv yaxshilardan bo'lishni tanlaganlarning ishi tugamaydi. Pishmagan üzümni ilib, qizil rangi chilasangiz, uning ismi o'zgardi. Ammo ta'mi o'zgarmaydi. U yanala to'ng üzüm. Lekin uning to'ng üzüm ekanligini faqat yegan vaqtingizda bilalaysiz. Uning yiroqdan qaraganlar uni üzüm deb o'ylab qoladi. Bu gumon saxta bilimdan iborat. Bu yiroqdan qaraganning jazosi. Qandaq bo'lgan bo'lsangiz, shu pet ko'rining. So'z va harakatingiz birdek bo'lsin deyman. Lekin tashqi ko'rinishingizdek bo'ling demayman. Qandaq bo'lshingiz kerak bo'lgan bo'lsa, shundaq bo'ling deyman. Pak bo'lishni tanlag'uvchilar gilamning ostini supurdi. Pakiz ko'rinishni tanlag'uvchilar axlatni gilamning ostiga supurdi. Bu ikkisining orasida shaklvoz bo'lish bilan astoydil bo'lish orasidagi farqdek cho'ng farq bor. Shaklni tanlag'uvchilarning Allohning Basir ismi haqidagi tushunchisida masala bor. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, tashqi ko'rinish uchun buncha urinib ketmaydi. Chunki Basir bo'lgan Alloh har narsani nihoyatda obdan, ya'ni tafsiliy bilguchidir. Passiv yaxshi xayrsiz, aktiv yaxshi xayrlikdir. Passiv yaxshi xayrsiz bo'ladi. Chunki ajr amgak bo'lmagan yerda g'izoning barkati bo'lmaydi. Bir narsalarni barkatli qilgan, uning singdirilgan ajrdir. Aktiv yaxshi, xayrlik yaxshi bo'lib, yaxshilikning badalini to'lagan. Shunga passiv yaxshilar natijaga qaraydi, aktiv yaxshilar singdirilgan ajrga qaraydi. Passiv yaxshi taqlidchi, aktiv yaxshi taqqiqchi, ya'ni izlanguchi yaxshi. Bu tushunishli bir masala. Chunki taqlid uchun aktivchanlikning zaruriyati yo'q. Taqlidchining qimmat yaratish deydigan bir orzusi dardi bo'lmaydi. Uningga allikimlar tayyor qilib berdi. U tayyordan qanchalik tugatganligiga qaraydi. Tahqiq undaq emas. Amgak, g'ayrat, jafo, sabr va chidam talab qiladi. Mana bu sababdan passiv yaxshi olg'uchi, aktiv yaxshi berguchi bo'ladi. Sizlardan biringlar tuganglarning ustidagi vaqtda yerga tushib ketgan qamchanglar chog'liq narsa bo'lsa-mu, uni, ya'ni boshqalardan elib berishni talab qilmaslik haqida sizlardan bay'at olaman degan Rasululloh. Yenidagi kishilarni yuk bo'lg'uchilardan emas, aksicha yuk ko'targich kishilardan qilishni orzu qilgan edi. Passiv yaxshi mas'uliyatsiz, aktiv yaxshi mas'uliyatchan bo'ladi. Passiv yaxshi mas'uliyatsiz, chunki u yaxshi bo'lishning haqqini ado qila olmagan. Agar yaxshi bo'lishning haqqini ado qila olgan bo'lsa edi, passiv yaxshi bo'lishga rozi bo'lmaydi. Aktiv yaxshi mas'uliyatchan bo'lib, mas'uliyat tuyg'usi bilan harakat qiladi. Passiv yaxshi mening nima korim degan ishlarga, aktiv yaxshi mening mas'uliyatim bor degan tuyg'u bilan qaraydi. Ey talib, ustingga oladigan rolni tanla. Mas'uliyatchan bo'l, yaxshi bo'lishni yetarlik deb qarama. Passiv yaxshi bo'lish bilan qanoatlanib qolma. Aktiv bo'l. Tur amrining muhotabisan. Tur va turg'uz. O'yg'on va o'yg'at. O'yg'on va ogohlantir. Chunki mana bu solih amal. Saliyatga talib bo'lg'uchilar
Hasanat bilan qanoatlanib qalmaslıqı kerak.